shu vatanning fuqarosi, shu xalqning bir vakili va mana shu yo'l transport tizimini bir a'zosi sifatida, foydalanuvchi sifatida bu haqida gapirishga majburman. 12 balli tizim eng nohaq tizim deb bilaman. 100% bu gapimni isbotlab beraman. Qanaqa isbotlab berasan siz? Mana bitta misol bilan tushuntiraman. Qarang. Inson faktori umuman inobatga olinmagan. Nima uchun? Masalan, 70 yuradigan joyi, masalan, shahardan tashqariga chiqdingiz, 70 yuradigan joy, 75 gacha ruxsat bor, limit bor, 5 ta bilasizlar. 76 yurib qo'ydingiz yoki 77 yurib qo'ydingiz. Bilmadingiz, mashinangiz tez, elektromobil, sal bossangiz tezlashib ketadi. Butun vujudingiz bilan speedometringizni qarab ketyaptidingiz, sal chalg'idingiz, sal tezlashib qoldi, radarda 76 o'tib ketib qoldingiz. Jarima ham keladi. 05 balam yoziladi. Qarang, qanaqa nohaq, nimaga shu yerda inson faktori umuman inobatga olinmagan? Mana bo'lgan voqeani aytib beraman men sizga. Bir 4 kunmi 5 kun oldin bemor kelyapti, onasini olib kelibdi, gapdan gap chiqib gaplashib qoldik. Aytayaptiki, Samarqandga borib keldim dedi. Samarqandga, Al-Buxoriyga borib keldim. Endi shunaqa go'zal, shunaqa boplashibdi, ajoyib joy qilibdi, shunaqa shaharning o'zi chiroyli, qurilgan majmua endi til ojiz dedi. Juda maqtadi. Keyin uyga keldim dedi, bir kundan keyin kayfiyatim bir tiyin bo'ldi dedi. Qarang, 5 ta radar ketdi, 5 ta radar. 76, 77, 77, 78 eng baloni 80 yurganman deydi. O'sha 5 ta radardan. Mani mashinam deyapti, elektromobil deyapti. Nomaga tezlashsam, shuncha harakat qilib, qarab, maksimalniy harakat qilganimda ham shunaqa radar bo'ldi deydi. Qarang, qanaqa yomon narsa. Xalqni kayfiyatiga keskin ta'sir qilayotgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Majburman buni aytishga. O'zimda ham xuddi shunaqa holat. Kecha mana toqqa chiqib keldim. 77 tushib qolman. Harakat qildim maksimalniy o'sha tezlikni ushlashga. Endi bu mashinalar hozirgi zamonaviy mashinalar juda tez. Nimaga shuni inobatga olmaydi? Bu Moskvich emas, bu Jiguli emas, u sekin qo'zg'aladigan. Nomaga gazni bossangiz, tam 10 taga qo'zg'alib ketib qoladi. Albatta buni ko'rib chiqish kerak. Shu videoni yuboringlar, o'sha kim mas'ullar bor shunga qaraydigan. Nimaga xalqni kayfiyatiga ta'sir qiladigan, mana qarang, juda yomon narsa. Juda yomon narsa. Hukumatga nisbatan ijobiy fikrda turgan odamning fikrini bittagina shu jarimalar bilan teskari o'zgartirib qo'yish. Ko'ryapsizmi? Ya'ni o'zini davlatidan o'sha odam xafa bo'lmay, nafratlanyapti. Qattiq qim chiqaryapti shunaqa qarorlarni deydi. Hop, limit qilib qo'yinglar, 5 emas 10 qilinglar. Yoki bo'lmasam, mayli jarima bo'lsin. Birinchi 20 taliga, mana 20 tadan oshadigan bor, masalan 60 joyda 80 gacha yurganlarda o'shalarda jarima bal qo'llamaylar. Yoki bo'lmasam shtraf to'lasin, jarima yozilmasin 12 ball. Unaqada hamma bir pasda 12 ball yig'ib qo'yadi-yu. Bu qaysi darajada, bu kim o'ylagan buni? Qanaqa fikrlagan? Qarang, bu jarima ball shunaqa qo'llanilishi kerakki, shu ijtimoiy xavf tug'diradiganlarga qo'llash kerak. Ha, bitta bu palonchini bolasi chiqib mashina zing'illatib haydab birovni urib, biroqgina uzr bilan qutulib ketadimi yoki bo'lmasa jarima bilan? Yo'q, ana shularga qo'llash kerak. Ana shularni yo'q, onasini ham kerak bo'lsa o'sha haydovchilik huquqidan mahrum qilish kerak. Kerak bo'lsa qamash kerak. Lekin mana bunaqa joyida qarang. 80 90 85 yursangiz ham 0.5 ballingiz bor. Hatto 90 ga yaqin yursangiz 0.5 ball. 76 adashib gaz sal bosilib ketib qoldi, o'sha limitdan 1 kilometr o'tib ketib qoldingiz, shunga ham ball bor. Qanaqa bu tizim, nohaqlik tizimi bu? Mana shu yetkazib qo'yinglar, mana shuni chiqargan, jarimalar bo'yicha ishlagan mutaxassislar bo'lsa kerak. Nimaga shuni o'ylamagan, etmagan? Mayli, bu birinchi 20 talikka ball bermaylik. Ko'pchilik inson faktori bor, hayo surib o'tib ketib qolishi bor. Bu qanaqadir juda katta xavfli tezlik emas. Palonchi tezlikdan keyin ball beraylik deb turib nimaga shuni o'ylamagan? Nima uchun mana shu joyida xalqni tarafiga, haydovchilarning tarafiga plus bosilmaydi? Nima uchun? Faqat shu eng minimalniy chegaralar qo'yib tashlaydi. Odam ko'chada yurganda bemalol yurish kerak. Bu yoqda svetofor, bu yoqda kamera, bu yoqda radar, bu yoqda speedometr, qaysi birini nazorat qilsin? Mana hozirgi kunda yo'ldagi stress, yo'ldagi mana shu nohaqliklar xalqni umuman kayfiyatiga
juda keskin ta'sir qilyapti. Prezidentimiz ham bu haqida gapirdilar. Men yurdim ko'chada, probka ekan, kayfiyatga ta'sir qilyapti. Qaranglar deb aytdilar. Mana shu narsani iltimos mana shu videoni yorib qo'yinglar, mana shu mutasaddi rahbarlarga, mana press qahramon chiqadilar, boshqa bu masalani ko'rib chiqinglar. Bu juda nohaqlik. Ayniqsa mana shu radarni 1 kilometr tezlik o'tsa ham jarima berilishi, ham ball berilishi bu umuman to'g'ri kelmaydi. Buni hammasini hisobga olish kerak. Ball qachon berilishi kerak? Mana qo'pol, xavf tug'diradigan, ijtimoiy xavf tug'diradigan, mana shu yo'l hodisalariga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli anaqalarga ball berilishi kerak. 76 o'tsa ham, 77 o'tsa ham, 1 kilometr, 2 kilometr o'tib ketsa ham ball berib yuboraversa, ertaga hamma bosh ko'taradi u. Hozir 1000 ta odam yetib olsin, 2000 ta odam o'sha 12 ball olsin, shunaqa qilib 05 da ko'rasiz janjal bo'lishini. Shuni oldini olish uchun buni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Iltimos shuni maksimal tarqatib mutasaddilarga yetkazib qo'yinglar, shuni ko'rib chiqsin bu masalani. Bu juda yomon kayfiyatga ta'sir qilyapti. Sog' bo'linglar.